Uzoqlashamiz, avtomatik qulflaydi. Hop, qulfladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, oyna ko'tarib tushiryapti и 3 marta signal beryapti. То есть narigi taraf oynasi o'zi yopib turuvdi, bir marta tushiryapti-da, qaytarib ko'taryapti и 3 ta signal beryapti. Ko'pchilikni g'ashiga tegadi. Buni yechimi nima? Buni nima qilsak bo'ladi? Xo'p. Mashinaga o'tiramiz. Mashinani zavat qildik. Xo'p, yopdik. Kalibrovkasidan chiqib ketgan holat bo'ladi bunaqada. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu ikkita knopkani, ikkita oynani, mana ikkita oynani bir xilda tushiramiz oxirigacha. Tushirdik и bir xilda ko'taramiz. Mana. Xo'p, takji orqa oynani mana bir xilda tushiramiz. Mana bir xilda ko'taramiz. Xo'p, endi o'chiramiz mashinani и tushamiz. Tekshirib ko'ramiz. Uzoqlashdik. Yopdi. Mana. Signal chalmayapti. Уже oynalar ham joyida turibdi. Bu narsa ko'pchilikning g'ashiga tegadi. Ustaga borib yoki bo'lmasam xotir olish shart emas. O'zingizlar mana shu narsani qilsanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, maksimal cherikchilarga jo'natib bitta like bosib qo'yasizlar.